Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz va Telegram guruhimiz a'zolari. Yangidan videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, mana tepada videoning tepasida yuqorisida o'sha Telegram guruhi manzili yozilgan. Ana o'sha yerda kirib, gruppaga ulanib, asadik fraksiyadan umuman ko'p kompleks giyohlardan, kapelnitsadan lecheniya olib foyda ko'rayotgan odamlar natijalarini bo'lishlaringiz mumkin, ko'rishlaringiz mumkin, gaplashishlaringiz mumkin, savollar bo'lsa o'sha gruppaga berishlaringiz mumkin. Lekin adminlar hammasi o'sha yerdagi gruppadagi guruh a'zolari hammasi asosan bemor, hech qaysi guruhga alohida yoki oylik uchun ishlamaydi, yoki qanaqadir bir alohida manfaat uchun ishlamaydi. Hammasi xolisona kirib bir-biriga yordam beruvchi fuqarolar. Shu uchun gruppaga kirib ba'zi bir holatlar kuzatyapmiz. Xuddiki kimdir majburday talab qilib savol berish holatlari, madaniyatsizliklar juda ko'p uchrayapti. Yani o'sha adminlarimiz asosan o'zi ayol kishilar. Endi admin deganda guruhda adminlar bo'ladi o'zi. Uni programma qo'yadi, ya'ni gruppani boshqarish uchun. O'shalarni qo'yganmiz. Ya'ni nima uchun ularni qo'yganmiz? Ularni qo'yganimiz sababi o'zi anchadan bir gruppada bor. Gruppada ko'p xizmat ko'rsatgan. O'sha men chiqargan videolarni aksariyatini tushunib olgan, o'zining tajribasida qo'llagan, asadik fraksiyadan ancha foydalanib kelyapti. Ishonchni oqlagan o'sha yerdagi bemorlarimizni guruhga admin qilib qo'yganmanki, o'zlari xolisona yordam ko'rsatib o'rganligi uchun admin qilganman. Masalan, meni admin qiling deb hech qaysi aytmagan. Ishonchni oqlagan uchun o'sha yerda anchadan bir xizmat ko'rsatyapti. O'sha tartib intizomni saqlashligi uchun, yangi kirganlarga yo'l yo'riq ko'rsatishlari uchun o'sha yerda admin qilib qo'yganman. Lekin ular hech narsa, hech qanaqa manfaatdor tomoni yo'q. Men aksariyatini ko'rmagan hamman. Shu uchun hech kimga majburiyat joyi yo'q, hech kimga majbur emas. Shaxsan men ham majbur emasman. Asadik fraksiya bo'yicha ma'lumot berishga yoki savollarga javob berishga. Asadik fraksiyani chunki nimaligini bilmaysiz, agar yangidan kirsangiz. Meditsina tasdiqlamagan narsa bu. Va bizning uslub ham o'zi kompleks lecheniyalarni tasdiqlamaydi. Hech qanaqa standartga to'g'ri kelmaydi. Shu uchun mana bu video savol bergan paytingizda menga mumkinmi degan paytingizda men javob bera olmayman bu narsaga. Gruppadagilar hech kim javob bermaydi. Ko'rib xulosa qilib o'zingiz tanlov qilasiz. Ma'qul bo'lsa shu yo'ldan yurasiz, ma'qul bo'lmasa boshqa ishni qilasiz, boshqa joyga borasiz. Xohlasangiz pulini to'laysizda, keyin iddao qilasiz. Bizga iddao qilmang. O'tkazib qo'ygan joyingiz yo'q. Shu uchun marhamat, mana videolar qo'yilgan. Sizga tekinga, uning uchun pul so'ramaymiz. Ko'rib, o'rganib, bemalol foydalanishingiz mumkin. Ana endi savol tug'ilgan paytda o'sha gruppada tajribaga ega bo'lgan bemorlardan so'rashingiz mumkin agar video ko'rishga erinsangiz. Lekin videolarda hamma javob berilgan. Erinsangiz, dangasalik qilsangiz, agar savol berishingiz mumkin, ular ham xohlasa javob beradi. O'sha javob berayotganlar adminlar. Ular meni hamma videomni qoldirmay ko'rib kelgan. Shu uchun ham ular o'zi mutaxassis sifatida bo'lib qolgan. Demak, mana shu narsani aytib o'tmoqchi edim. Endi maqsadga o'tamiz. Bu videoda men o'sha ro'zada har yil shu savol beriladi. Mana endi eski videolarni ko'rmaydilar. Ro'za oyida asadik fraksiya qanday ichiladi? Ro'za oyida giyohlarimizni qanday ichamiz? Ro'za oyida kapelniklarni qanday qilamiz degan savollar ko'p beriladi.
asadik fraksiyaga kirayotgan bo'lsak, o'sha o'zizga sharoit qilib olasiz vaqtlarini. Hammada har xil. Agar qila olsangiz, mana ertalab saharligi turgan paytingizda turdiz, o'rningizdan turganingizdan birinchi o'rinda asadik fraksiyani ichib qo'yasiz, vaqt yo'qotmaslik uchun. Baribir yarim soat 40 minut vaqt ketadi-ku tayyorgarlik ko'rishingizga. Endi aksariyat ayollar. Erkaklar endi tayyoriga turadi ko'pincha. Ayollar tayyorlagandan keyin tayyoriga turadi. Endi iloji yo'q. O'sha ayollar qatori turasiz. O'sha asadik fraksiyani ichib qo'yasiz. Ichib qo'yasiz, bo'ldi. 20 minut eng kamida, men har doim aytaman, eng kami 20 minut bo'lsa 40 minut. 20 minutdan keyin tayyor bo'lgan bo'lsa, 20 minutdan keyin ovqatingizni, ya'ni iftorligingizni qilaverasiz. Agar giyohsiz bo'ladigan bo'lsa, ovqatdan oldin ichiladigan giyohsiz bo'ladigan bo'lsa, asadik fraksiyani ichib 10 minutdan keyin, uzoq 10 minut, bo'lmasa 5 minut, 10 minutdan keyin o'sha ovqatdan oldin ichish kerak bo'lgan giyohlaringizni ichib olasiz. Keyin o'sha 20 minutmi, yarim soatmi undan keyin o'sha giyohlardan keyin iftorligingizni qilib, og'izni yopib, agar ovqatdan keyin ichiladigan giyohingiz bo'lsa, o'sha ovqat yeb bo'lib, o'sha giyohingiz doringizni ichib, keyin og'izni yopasiz. Kechki paytga nafsiz ko'tarsa juda olsangiz, og'izni ochganingizdan asadik fraksiyani ichib olasiz. Bu vahshiy dahshat bo'ladi effekti. Chunki ichkari ancha ovqatlardan bo'shagan, dam olgan bo'ladi, tozalangan bo'ladi. Asadik fraksiyani ichgan payt siraz nima qiladi? Maksimalni effekt berishga harakat qiladi, so'rilishga. Og'izni ocha sola endi og'izni ochishga asadik fraksiya qo'shilgan suvni ichsak bo'ladimi? Mana bunaqa savollar. Kerak emas-da mana shu savol. Bir qultum oddiy suv bilan ochingda yoki xurmo bilan ochingda, orqasidan keyin asadik fraksiya suvni ichavering. Kerak emas narsalar-da mana shu. Juda bilmadim. Zerikkandan beradimi bunaqa savollarni odamlar. Og'izni oching, sunnatga muvofiq, qolganini qilavering keyin. Demak, asadik fraksiyani ichasiz, bo'ldi. Hech narsa yemaysiz-da, shom namozini o'qiysiz. Namoz o'qimayotganlar nima qiladi? O'tiradi 10-15 minut, o'sha vaqt o'tguncha, keyin nima qiladi? Ovqatini yeyishni boshlaydi. Demak, og'izni ochdingiz, bir qultum suv bilan yoki xurmo bilan yoki bir meva bilan ochdingiz. Endi asadik fraksiya ichayotgan bo'lsangiz, o'sha ya'ni suvdan boshqa narsa ichmagan yaxshi. Oddiy suvni ichib, orqasidan asadik fraksiyani ichib o'rganingiz yaxshi. Lekin xurmoga agar ixlossiz bo'lsa, xurmo yeb turib ichsangiz hech qanaqa ziyoni yo'q sizga. Tak, demak, shomni o'qidingiz, mana ovqatni, iftorlikni qilasiz, ovqatingizni yeb. Ana undan keyin 1 soatlardan keyin giyohlaringiz bo'lsa, giyohlaringizni ichaverasiz. Shu bilan birga men bir narsa aytmoqchimanki, tavsiya, mana men aksariyat odamlar ko'p kuzataman, shu ro'zada och qolib qolaman deb ertalab qilib yeyganlar bor. Ko'proq suvni zapas qilib ichib oladiganlar bor. Keyin kechki paytga ham qorni och qolib ketadi. Ishtaha zo'r bo'ladi, siraz ovqatga uradi o'zini. Mana shu narsalar yaxshi emas. Ziyonda bu organizmga. Ro'zami ro'zada bo'lish kerak. Ochlik hissini his qilishingiz kerak. Ochlik hissini his qilmay, och qolib qolmay deb ko'p yeyorasiz ertalab, kechqurun, keyin ishtahangiz zo'r ochilib yeb qo'yasiz. Navorot, mana shu bir oy ro'za bizga bu farz, lekin organizmni moslatishimiz kerak, dam oldirishimiz kerak, chiniqtirishimiz kerak shu narsaga.
Ya'ni aytmoqchimanki, o'zi bizani hayot tarzimiz, turmush, mana ovqatlanishimiz to'g'ri ovqatlanish emasda, ko'p yeymiz haddan ziyod. 3 mahal yeganda ham to'yib yeymizda. Mayli, o'sha ro'za kelgandan keyin ro'zada yana ham ko'proq yevoradi ko'pchilik. Har xil narsalarni dasturxonga qo'yib tashlaydi. Yeydilar o'shani keyin aralash qilib. Yo'q, o'shani naborot o'sha qorin to'ymay qolgan darajada yegan yaxshi. Ko'rasiz qanday yengil bo'lasiz. To'g'ri 3 kungacha boshiga qiynalasiz, keyin normallashib qoladi. Sabr qilsangiz o'sha kunlarda imkon qadar ishlarni yengillatish kerak-da. Ishlarni yengillatish kerak. Dam olish kerak bo'ladi boshida ko'proq. Keyin asta nafs moslashib ketadi. Keyin o'sha kechki paytga imkon qadar ertalab mayli yaxshi yeng-yu, kechki paytga ovqat yemaslikka harakat qilish kerak. Ko'proq o'sha salatlar, men videoda ko'rsatganman, shu kanalimda ham bor. Oldingi kanalimda bordi, hozir kanalimga qo'yganman, yo'q eslolmayman. Mana shu zelenni qanaqa turi bo'lsa, hamma turidan ishlataman. Pomidor to'g'rayman, bodring solmayman lekin. Chesnak solaman va bizani Shivada chakka deydi, kitob tilida suzma deydi. Shivamizda chalob deydi, kitob tilida ayron deydi. Menimcha o'sha ayron suyulib, ya'ni suzmani suv bilan yaxshi suyulib turib, boyagi zelenlarni va pomidorni o'shanga aralashtirib yuboraman. Taxminan 3 tur kosacha porsiya bo'ladi. Suvdan tashkil topganda, nima bo'lgan taqdirda ham suvdan tashkil topgan. Og'izni ochgandan keyin ana shuni yeyman. To'yib bukib yeyman. Unga ziyon yo'q. Suvda chunki. Ana o'sha men ham xuddi sizlarga o'xshab och qolib ketaman. Hidlarga o'zi hidga cho'sitiniman, yana ham cho'sitini oshib ketadi. O'sha ovqatga, masalan, uyga ovqat pishiradilar endi, baribir balalarimiz bor, yeydi. Dasturxon boshida ovqat suziladi, yegim keladi. Lekin bir qoshiq yeb ko'ray deb ta'mini ham tortib ko'rmayman. Agar shuni ta'mini tortib ko'ray deb yesam, og'iz ochgandan keyin, boyagi chalobni yemasam, ichmasam, o'shani ta'mini xohlaydi keyin nafsim, keyin to'ygunimcha yeb qo'yaman. Demak, men unga yaqinlashmayman. Men nafsimga aytaman, hozir to'xta. Mana shu chalobni ichgin, keyin ovqatni yeysan deyman. Har kun shu gapni aytaman. Chalobni ichamanki, o'sha qoringa kirdi, to'yda ichkaridagi boya katta yonib turgan yeyman degan ajdarho bor-ku, uyg'ongan. Shuni uxlaydi. Bo'ldi, o'sha kerak emas keyin ovqat. Yeyishni xohlamayman keyin ovqat. Bo'ldi, allab nima qilaman, o'shani ichaman. Shu bilan ertalabgacha ovqat yemayman. Suv ichsam suv ichaman, sok ichsam sok ichaman. Meva yegim kelsa meva yerman, lekin hech narsa yemayman. Yana bitta tavsiyam. Men sizlarga 4-darajali tozalovni videosini chiqarganman, 3 ta qismi. Hozir mana shu video ham 4-darajali tozalovni 5-qismi desak ham bo'ladi buni. Men o'shanda sizlarga omik kapsulasini aytganman. 18 xil giyohdan tayyorlangan omik kapsulasi. Mana o'zi ancha odam hozir olib qo'llayapti. Mana agar videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldirishlaringizni so'rayman. O'sha omik kapsulasi bilan Nuri Safo hozir 1 oylik ro'zada juda asqotadi. Asadiy fraksiyadan ko'ra men shaxsan tavsiya berardimki, mana shularni qo'llashdi. Ro'zada tartib, rejim bor-da. Tartib va rejim bor. Ro'zada o'zi kirib qolasiz ramkaga. O'sha ertalab nimani omik
kapsula bilan Nuri Safo yoki Nuri Safoni o'rniga ichiladigan tabletka ko'rsatganku masalan, o'sha ichilsa va kechqurungi paytga 2 mahalga ichilsa, ichi suriladi normal. Shunaqa norma olish kerakki, ko'p surilib ham ketib qolish kerak emas. 2-3 marta normalniy bo'ladi. Ana shu tozalov oddiy ovqat yeb yurib ichgan paytingizdan ko'ra effekti ancha ko'proq bo'ladi. Ancha ko'p bo'ladi. Keyin o'sha ovqatga bo'lgan tashnalik ham ancha past bo'ladi. Men yana bitta narsani aytaman sizlarga, mana ozish ishtihoqlilar juda ko'p bo'ladi-da. Ozish ishtihoqlilar aksariyati o'zini shiradan tiya olmaydi. Ya'ni shirinliklardan tiya olmaydi. Mana bu shakar qo'shilgan nimaiki bo'lsa, hammasini xohlaydi. Pepsi Cola'dan tortib konditerskiy hammasi, pichonni, varenni bari shakardan bo'lgan narsa. Bular hammasi sizni to'g'ri kasallikka, onkologiyaga, sahrga, jigar sirroziga olib boradigan narsalar bular. Bu haqda endi men gapirmasam ham bo'ladi, internetda juda tiqilib ketdi bu haqda ma'lumotlar. Lekin baribir haligacha ham bizga shakarga bo'lgan ishtiyoq juda ko'p. Men endi mana o'zi oilamdagilarni zo'rg'a chiqarib oldim shu narsadan. Men baribir haligacha ham nima qiladi, endi yosh bolalar inagida shokolad xohlaydi boshqa. Baribir 80-90% shu narsadan tiyilgan. Men o'sha uyga varenniy qilmay qo'yganman. Kompot qildirmayman. Inagida nafs xohlab qoladi, qiladi kam solib. Juda kam. Lekin umuman kompot, varenniy bunaqa narsalardan chiqarib tashlaganman. Shakar ishlattirmayman. Imkon qadar. Men o'zim iste'mol qilmay qo'ydim. Anchadan beri. Inagida qanaqadir payt bo'ladi, bo'lib qolsa bir sabab, lekin asosan asal ishlataman. Lekin ozginasi ham unisi yo'q. Mana shu omik kapsulani iste'mol qilgan paytingizda, mana ichayotganlar bo'lsa tasdiqlasin, balkim o'zingizga sezilmayotgandir. O'ylab ko'ring-da. Shiraga bo'lgan xohishingiz yo'qoladi. Shirinliklar, xamirli mana pichonnilar bor, har xil pechenni, Pepsi tortmay qo'yadi uni. Mana shirinlik desa yoqmay qoladi-da. Mana shu omik kapsulasini bir oy ichgan, bir oy emas, o'zi 10 kunga bildiradi. Bir oy ichgan o'sha odamda o'zi bo'lmaydi xohish. Mana hozir endi ro'zadan oldin boshlagandim-ku. To'xtatib, boshqa qilib, maqlar hozir ro'zada mana o'zi ertalab 3 ta, kechqurun 3 ta kapsula, 6 ta ichaman, omik kapsula. Nuri Safo o'rniga ichiladigan tabletka ertalab 5 ta, kechqurun 5 ta. Ya'ni 10 ta. Endi ichim surilish ko'payib ketsa, sal kamaytiryapman. Lekin mana shu bitta narsa aytaman, yana mana omik kapsula mana shu narsalarni qilgan paytingizda insonda hid chiqadi badanidan. Hammada hid bo'ladi. Masalan, qo'ltiq ostidan, umuman badandan, og'izdan hid chiqadi. Mana shu omik kapsulasini bir oy ichgan odamda men ko'ryapman, o'sha bir oydan keyin o'sha og'izdagi hidlargacha hatto yo'qolyapti. Ya'ni очищение ketyapti-da. Nima uchun sizga shiraga ishtiyoq ko'p? Chunki organizmda toksinlar ko'pligi, glyukoza organizmda noto'g'ri tartibga tushgan. Ya'ni hozir o'sha shu uchun ham men omikni sahar diabetga foydasi bor. O'sha organizmda glyukozani, insulinni normal miqdorga olib keladi, tonusga. Mana shu ozmoqchi bo'lgan odamlar, tabiiy asl ozmoqchi bo'lgan odamlar tartibga tushib olish kerak. Ovqatlanishni tartibga qo'ying, to'g'ri ovqatlanishni qiling, o'zi vazningiz ham joyiga tushib qoladi. Xudo xolasa. Asosiysi organizm to'g'ri tozalanishi kerak. Mana shu omik bilan mana shu ikkita narsani o'ziga organizm maksimalniy toza bo'ladi-da ro'za oyida.
Endi agar qo'sha olsangiz, qani endi agar o'sha kasallikka qarab, endi mana profilaktika maniki. Qani qo'sha olsangiz, misol chistotel, korasina, shularga. Keyin korin, lapuh, вообще bomba bo'ladi. Kechki paytga og'iz ocharga bir qultum suv bilan ochib turib, orqasidan bir 100 gram, 150 gram tuya suti, ichida yarim choy qoshiq maydalangan sidana, yarim choy qoshiq asal aralashtirgan holatda ichsangiz, bir oyda borki, bir oyda quyrug'iday yalqillab ketadi yuzingiz bir oyda. Bu tozalanganligingizdan, ya'ni o'sha hammasini shularni qilinsa, quyrug'ida yalqillab ketasiz. 3 oyda jigar yangi bo'ladi. Shu narsani 3 oy qilsangiz, qila olsangiz, bunga iroda kerak bo'ladi. Qattiq iroda kerak bo'ladi. Majbur bo'lasiz, baribir majbur bo'lasiz. Aytganimdek, bundan keyin biz ham o'sha pitaniyamiz, nafsimiz, ekologiyamiz, ishlatayotgan narsalarimiz, gel, shampun, umuman посудомоечный средствоlar, posudalar, bular hammasi bizning sog'lig'imizga ziyon. Aksariyatidan qochib qutula olmaysiz. Shuning uchun ham nima qilishimiz kerak bo'ladi? Ular bilan yashashni o'rganishimiz kerak va organizmni doim tozalab turishimiz kerak bo'ladi. Ana shundagina siz sog'lom turmush tarzini olib borishingiz mumkin. Hozir videomiz 20 minut bo'lib qolibdi. Mayli, hayot cho'zilsa ham meni eshitadigan o'zi muxlislarim bor. O'shalar uchun chiqaraman videoni. Men yana bir rivoyat aytmoqchiman. Bu rivoyat emas, bo'lgan voqea, bu realni. O'zingiz xulosa chiqarasiz. Bir mana videoni bitta qismini ko'rib turib, aslida ikki fraksiya ichib oladigan shoshqaloqlarga asosan taalluqli bu gap. Keyin 10 yildan beri men aslida ichamanman, 10 yildan beri hammasiga xabarim bor deb shaqillab chiqayotganlar bo'ladi-da. Lekin men bir tiyin foyda ko'rmadim men. 10 yildan beri ichirgan odam ichmaydi avvalambor, bir tiyinlik foyda ko'rmasa shunaqalar bor-da, yoki bo'lmasa 10 yildan beri men buni bilaman men. Chiqib olib yerga videoga chiqib olib bunaqa sayrama kerak berilgan savolga javob beradiganlar bor-da. Xuddi boyagini o'tkazib qo'yganday. Endi dadam yo ayam bo'lsangiz, haqqingiz bor unaqa deb gapirishga, yoki pul to'lab qo'ygan bo'lsangiz, balkim haqqingiz bo'lishi mumkin. Menga pul to'lay olmaysiz, chunki men pulga o'rgatmayman bu narsani, bepul o'rgatib qo'yganman. Bir kishi teplitsaga keladi-da, gul yetishtirishni o'rgangan. Bir joyga. Bir joyga keladi-da, men shu gul ekilgandan boshlab to gulni olgungacha, gul qilib olgungacha o'sha sezonda qarab yuradi. Ishlamaydi, qarab yuradi prosta. Bo'ldi, men o'rgandim deydi. Teplitsa egasi aytadi, men o'rgandim, men o'zim qilaman deydi, boradi. Teplitsa qiladi, gul ekadi, gul shunaqa chiroyli o'sadi, roza. Xursand, dahshat, hosil zo'r. Lekin gulni sotishga olib chiqqandan keyin bozorga so'lib qolaveradi. Tushunmaydi, nimaga unaqa bo'ladi? Borib yana kesadi, bozorga olib chiqquncha so'lib qoladi. Yana kesadi, turmaydi, gul bir haftalab turadi. Gullar, endi kesilgan gullarni ko'rgansiz. Lekin uniki turmaydi shunday. 3 yil ana shunday bo'ladi. Bu odam kuyadi. 3 yil. Keyin boyagi odamning oldiga boradi. Odamdan so'raydi. Mana shunday qildi, mana shunday qildi. Hammasini to'g'ri qilyapsan deydi. Yana borib o'sha gulni yetishtirishni o'rgatgan odam oldiga boradi-da, yana so'raydi-da, shu mana shunaqa hammasini to'g'ri qilgan-ku, sen yaxshimi?
man bir deydi, yana bir ko'ray deydi sani deydi, gullarma qilishingni. Keyin e'tiborli bilan qaraydi. O'zi kuydida 3 yilga. E'tiborli bilan qarab, gul hammasi to'g'ri, shunday qildim. Yozib. Gul yetildi, rozi bo'ldi. Endi bozorga olib chiqish kerak. Bozorga olib chiqishigacha endi qarab o'tiradi. Keyin boyagi gulchi gulni shuna kesadi-da rozani. Shuna kesgandan keyin bir chelakka suv bo'ladi, suvga shuna bir tiqib oladi. Kesilgan joyida nima qilaveradi. Shunda aytadi, bu nima bu deydi, nimaga tiqding buni deydi. Bu margansovkali suv deydi. Nimaga tiqasan deydi. Ana shu kasallanmaslik uchun deydi. Qurib qolmaslik uchun deydi. Deydi. Deydi, qarang. Oddiy narsa. Shuna kesib turib bitta margansovkaga tiqmagan uchun 3 yil kuydi u odam. Qancha mablag'dan. Menimcha bu narsaga sizlarga izoh berishim shart emas shekilli, ha? Bu gul u. Siz esa tirik inson, sog'lig'ingiz bilan ishlayapsiz. Salomat bo'linglar.